Selam dostlar, bugün biz sizin bilen aeroport turunda söz alıp barırız, hem aeroportka kagılışlı türlü sözler hem söz tizmeler öğreniriz. Rahim etip tınglarız. Aeroportka barganda en birinci şiratda sizge registrasyonu ötü korala. İngilizce ul check-in bula. O'zingizning aviakompaniyani topgach, registratsiyani o'ta turgan yerga borishga kerak. İngilizce ul check-in counter deb tarjima etiladi. Registratsiyani o'tgan vaqtda aviakompaniya agenti airline agent sizni chemodanlarni borlaydi. Check bag samolyot ostına o'rnashtirila turgan zo'r chemodanlar. Carry on luggage yaisa personal item ul o'zingiz bilan samolyotga olib kirishga yoray turgan ayyorlar. Registratsiyani o'tgach sizga samolyotga o'tirishga yoray degan maxsus bilet beradilar. İngilizce ul boarding pass deb ataladi. Tegishli samolyot kelib jetgach, passajirlar, ya'ni passengers samolyotga o'rnasha boshlaydilar. Bu proses boarding deb ataladi. Ham odatda ul 30 ham 60 minutga qadar cho'ziladi. Samolyotlarning yerdan ko'tariluvi yaisa qo'zg'aluvi take off, yerga tushuvi landing deb tarjima etiladi. Qo'shaq turli sabablar orqasida samolyotlar ya ishmaylar yaisa so'nga qolalar. Shuning uchun aeroportda siz maxsus informatsion taqta ko'ra olasiz. U taqtada o'zingizning reysni kuzata olasiz. Ham agarda samolyotingiz so'nga qolsa, delayed, samolyot uchmasa, cancel degan yozuv chiqacak. Shuning bilan aeroportga bog'liq birinchi videomiz tamom. Birga bo'ling, birdan bo'ling. Sog' bo'linglar.